Bu videolarimizni boyagi Alisher Qodirov mansabdor ko'rib o'tirmasin. Agar bunday pechkalar chiqqanini bilsa, ko'mirga ham limit qo'yib yuborsa, ertaga qiynalib qolamiz. Mana ekonom pechka dedilaringiz, mana ekonom pechkadan zakaz qildik. Orqangi oyoqlarni qirqib, ichkariga joylashtirdim. Bu qanchagina joy egallaydi qarang. Agar bu ichkariga kirgizmaydigan bo'lsangiz, bu mana bu joygacha keladi. Keyin buni yozda olib tashlashga to'g'ri keladi. Joy qisqarib ketadi. Yozda ko'pchilik pechkani olib tashlaydi. Buni qishloq sharoitda yashaydiganlar juda yaxshi biladi. Bu pechka 7 kilo ko'mir yoqadi 24 soatga. 24 soat baribir hech kim yoqib o'tirmaydi. Greta 12 soat, 13 soat, 14 soat yoqsangiz ham bir 4 kilo ko'mir ketsa ham bu ekonomikangizga juda yaxshi. Xullas kalom kosangiz oqaradi. Mana millionlagancha insonlar buni qishloq sharoitida hozir tappi sezon boshlandi. Tappi qiladi, boshqa qiladi. Bolalar undan ko'ra o'qiydi o'shaning o'rniga. Tappi qilib, boshqa qilib yotishni kreatsiya emas. Bolalaringizga undan ko'ra bitta kitob bersangiz, o'sha kitobni o'qib, ertangi jamiyatga foydasi tegadi. Greta 3 oy qish bo'ladigan bo'lsa, 4 kilodan hisoblang. 3 oyga qancha yoqayapti shunda? 120 kilo bo'lsa oyiga 500 kilo 1 tonna ham yoqsin, mayli 1 tonna ham ko'mir yoqsin. Qish davomiga bu albatta yaxshi qishloq sharoitiga. Hozir ko'p qishloqlarimizda gaz yo'q. Buni men hozir kafel qilib ichkariga joylashtirib, mana bu joylarni kafel qilib bo'lgandan keyin buni albatta yoqib qanchalik effekt berishini qishloq sharoitida shuni tekshirib ko'ramiz. Buni albatta video qo'yaman. Bu xalqqa manfaatli bo'ladi.